Uy sharoitida tayyorlangan teksturli pastamizdan chiroyli daraxt yasaymiz. Xolislar oddiy teksturli pastadan ham qilsanglar bo'ladi. Shunaqa tortni krem qiladigan qolipiga quyib olib, daraxt chizib, bizni hamma joyga tedirib chiqishimiz kerak. Daraxt chizishdan oldin planshetimizni gruntlab olamiz. Keyin xohlasangiz o'zingiz chizasiz daraxtni, xohlasangiz chiqartirib oddiy bostirib olsangiz bo'ladi. Menda imенно chiqartirilgani, sizlarga ham tashib beraman. Har xil daraxtlarni xohlasanglar qarab chizasizlar. Ozgina qotishiga yaqin qolganda biz shunaqa izlab beramiz. Daraxtni poyasiga o'xshagan, ya'ni tomirlariga o'xshagan oddiy silliq bo'lib qolmasligi kerak. Hamma shoxlari yu ildizlariga shunaqa iz berib chiqamiz. Xohlasanglar mastixinda, xohlasanglar qanaqadir cho'pdi. Tabiiy daraxtga o'xshashi kerak. Oradan bir kundan keyin daraxtimizni suyuq tilla patalga bo'yab olamiz. Ustidan suxoy patal qilamiz, lekin ko'rinib qolmasligi uchun tegi oqi yaxshilab bo'yab olamiz. Oddiy tilla patalga. Xohlasanglar spreyli tillada ham bo'yasanglar bo'ladi. Men imенно spreyli tillada bo'yagan. Undan keyin hamma joyiga patal kley surib chiqamiz. Nimaga desanglar, patal yopishtiramiz. Hamma daraxt uchlari hamma joyiga surasizlar, umuman ochuv joyi qolib ketmasligi kerak. Patal kley surib bo'lganimizdan keyin shunaqa qog'ozli pataldan yopishtiramiz daraxtimizga. Patal kley shimvolgan bo'lishi kerak. Bu taxminan 15-20 minut oralig'ini tashkil qiladi. Mana qizlar, hamma joyga patal yopishtirib oldim. Endi shunaqa yumshoq shotkada patallarini tozalab tashlaymiz. Patalni tozalab bo'lganimizdan keyin jami 300 gram smalani tayyorlab olamiz. Proporsiyasiga qaraysizlar, agar 75 ga 25 bo'ladigan bo'lsa, 225 gram smala, 75 gram отвердитель solib yaxshilab aralashtirasizlar. Uni videolari bor, ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Smalamiz tiniq holga kelgandan keyin o'zingizga yoqqan rangdan qo'shasizlar. Men suxoy pigmentni shunaqa jimchujniy rangidan soldim, ya'ni dur rangidan yaxshilab solib aralashtirib olasizlar. Va eng muhim joyi, smalani shunaqa quyib chiqamiz. Daraxtga tep ketmasligi kerak. Daraxtni ochuv joyiga yaxshilab hamma joyiga smalani surib chiqamiz qo'limiz bilan. Eng qiziq mazza qiladigan tomoni shunaqa shishamizni hamma joyiga quyib chiqamiz. Smala qotmagan bo'lishi kerak. Shunaqa o'zi yopishib qoladi. Chiroyli daraxt chiqadi. Men oddiy oyna shishasini shu rangidan qildim. Agar vaqtni orqaga qaytara olganimda kamroq tosh qo'ygan bo'lardim. Juda ham ko'p tosh qo'yib o'rganman bu kartinada. Kimgadir ko'p toshli yoqadi, kimgadir kamli yoqadi. Men почти что 2 kilogramni shu kartinaga ishlatib oldim. Mana shu turishida qotirgan bo'lardim. Ortiqcha ko'p qilmagan bo'lardim, lekin juda ham ko'pchiligi ko'p qilingani yoqdi. Sizlar o'zingizlarning xohishingizga qaraysizlar. Keyin shunaqa mayda zarlardan sepib chiqdim. Bilsanglar, bozorda tikuvchilarni durlaridan, har xil toshlardan sotadi. Aynan furnitura magazinlaridan shunaqa har xil toshlardan topsanglar bo'ladi. Menda dur, shunaqa keyin olmosga o'xshagan toshlardan sepganman. Ko'proq yashil ham sepganman, daraxt yashil bo'lgani uchun. Tosh o'zi smalada qotadi, lekin agar ustida ko'proq bo'lgan bo'lsa, ya'ni smala tegmagan bo'lsa, ustidan smala ham tegdirib yuborsanglar bo'ladi. Shu bilan kartinamiz bir kundan keyin tayyor bo'ladi. Juda ham chiroyli kartina chiqadi. Maslahatim, toshini kamroq qilinglar.